Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Ertaga bizda katta hashar yakshanba. Bu videoni ma'lumot tariqasida qo'yibman. Ertaga hashar kelmoqchi bo'lganlar videoni oxirigacha ko'ringlar, hurmatli do'stlar. Lokatsiyamiz Toshkentdan 40 km uzoqlikda joylashgan. Xalq tili bilan aytganda, Quyichirchiq tumani Do'stlik MFI Do'stlik qabristoni. Qabristonimiz umumiy maydoni 8 gektar. Mana ko'ryapsizlar, asbob uskunalarni olib kelib qo'ydik. Ertaga mo'ljalimiz soat 6:00 da hasharimizni boshlash. Hasharimizga homiylik qilmoqchi bo'lganlarga iltimosimiz bor. Ertaga 500 ta inson keladi. 500 ta insonga biz abitiga 500 ta odamga osh tayyorlayapmiz. Kamida ikkita qo'y so'yibamiz. 1000 tacha shashlik kelyapti. Shashlikning yoniga 500 ta non kerak. Kim homiylik qilmoqchi bo'lsa, non olib kelamanmi yoki suv olib kelaman, napitka olib kelaman, suv olib kelaman desa, Asror bilan bog'laninglar, mana bu raqamga telefon qilinglar. Yana boshqa homiylarga iltimoslarimiz bor. Savobga sherik bo'lmoqchi bo'lsanglar, qaranglar. 20 ta mashinkamizdan hozircha 17 ta 16 tasi ishlayapti. Ularga ertaga mana bunaqa, mana ko'ryapsizlar, mana bunaqa tsep taqamiz. Bu tseplar 80 ming so'm turar ekan. 80 ming, 85 ming. Shunaqadan 20 tacha olishimiz kerak. Undan tashqari ertaga pulini beramiz deb mana bunaqa mashinkadan zapaska 10 ta olib keldik, chunki maydonimiz juda katta. Buni ham ertaga pulini berishimiz kerak. 10 tani qarzga olib keldik. Homiylik qilmoqchi bo'lsanglar, kartaga hissa qo'shsanglar bo'ladi. O'zingizlar kela olmasa, hech kim sizlarni mashinkalarda ertaga o'tiramiz. 200 litr benzin kerak. Kim homiylik qilmoqchi bo'lsa, unga ham iltimos qilgan bo'lardik. Va mana bunaqa yog'dan 20 ta shunaqa 1 litr idishdan kerak. Undan tashqari qabrlarni, reshetkalarini mana hozir bugun kichkina hashar qilib aytdan tozalab ko'rdik. Ertaga bu yerda 2000 dan ortiq reshetkalar bor ekan. Bu reshetkalarni ham oq kraska bilan bo'yamoqchimiz. Uning uchun bizga hisob kitobimiz bo'yicha 40 taga yaqin 3 litrlik, 3 kilolik kraska kerak bo'lyapti. 65 ming so'm turar ekan, 40 taga yaqin. Va kichkina valiklar kerak bo'lyapti. Xullas kalom, homiylik qilmoqchi bo'lganlar, xohlasanglar Asrorga telefon qilib bog'laninglar, xohlasanglar pastda kartalar turibdi, karta bilan bog'laninglar. Lokatsiyasi shu video tagida Instagram hozir shunaqa funksiya o'ylab topdiki, opisaniyada Telegram turibdi. Telegram silkasiga o'tinglar. Telegramda lokatsiyasi bor, Telegram kanalimga o'tkazadi. Shu lokatsiyada ertaga soat 6:00 da hammalarni kutamiz. Ish kiyim, bosh kiyim, mana qo'ldan kelgancha aytgancha muhim narsa, firmamiz kamayib qoldi va ketmonimiz ham kamayib qoldi va payshaxamiz kamayib qoldi. Ertaga 20 ta 30 ta payshaxa qo'shib olishimiz kerak. 20 ta 30 ta ketmon qo'shib olishimiz kerak. 20 ta 30 ta tirma qo'shib olishimiz kerak. O'roqlarimiz ham kamayib ketyapti. Har safar shunaqa bo'lyapti. Shunaqa narsalarga homiylar kerak bo'lyapti bizga. Biz ham qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Endi kuch birlikda kim masofadaman, men kela olmayman, meni nomimdan bitta payshaxa oling, bitta mashinka oling, benzin oling deydiganlar uchun kartalarni qo'shib qo'ydim. Ertaga 6:00 da hammalarni kutamiz. Qani ketdik. Abiti 1000 ta shashlik kelyapti abitga. Har bitta hasharchiga o'rtacha 2 tadan shashlik qo'ldan kelgancha albatta dasturxon yozamiz va 500 kishiga osh damlayapmiz. Kamida 2 ta qo'y so'yiladi. Xullas kalom, ishni ham qilamiz, oshni ham yeymiz, keyin damni ham olamiz. Hammalarni kutaman.